Zahidlik tilga ilinsa ko'z oldimizga chochlari o'sgan, o'nkularda yashaydigan tarki dunyo darvishlar kelishi mumkin. Yoki qo'lida hech narsa yo'q, noiti faqir ibodatgo'y bir odam xayolimizga kelishi mumkin. En zahid kişiler peygamberler. Allah'ın peygamberi Süleyman aleyhisselam saltanatlik padişah idi. Ama zahid idi. Davud aleyhisselam kulu ile işlep yeydiğen ait bir bay kişiydi. Ama zahid kişiydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam toy kılgan ama zahid kişiydi. Demek zahidlik Allah halal qıp bergen dünyanın nazmetlerinin özünü yırak tutup pekirçilik, yokçuluk içinde ötüş degenlik emas. Pekirçilik, yoksullukla çakırış hiç kaçan İslam dinimizge teve iş emas. Zahidlikning bay kembag'allik bilan hech qanday aloqasi yo'q. Nurg'un baylar nait zahid, nurg'un kembag'allar va zahidlikning esermi yo'q. Haqiqiy zahidlik Hasanul Basri aytgandek mal dunyoning qalbimizda emas, qo'limizda bo'lishini ko'rsatadi. Mal dunyo qalbimizda emas, qo'limizda bo'lgan vaqtida mal dunyolarimiz ko'paysa xushlanib, ko'ranglab ketmaymiz. Mal dunyodan ayrilib qolsaqmi, qayg'urib o'zimizni yo'qitib qo'ymaymiz. Yana ba'zi olimlar zahidlikni tushuntirib, zahidlik degan bir odamning qishidagi mal dunyosidan bakrak Allohning qishidagi narsalarga ishonch qilishi, qalbning dunyo vatanidan oxiratga ko'chishi deydi. Bir saxovatchi odam Ramazon oylarida bir kuni sadiqa mollarini taqitib uyga ketibsa, yo'lda pishim namoz o'qib qoldi. Pishim o'qib mangay deb yo'lda pishim o'qiydigan yerga tushib pishim o'qibdi. Bu odam pishim namozni o'qib bo'lgandan keyin azroq charchash his qilib, azroq uxlab mangay deb uxlabdi. Bu odam tushida sen palani yeziga berib, shu yezida 3 kundan beri zuhur va iftorlikda suv va azroq xurmulam yeyotgan bir kambag'al kishi va shu odamga pul ber degan bir nidoni anglabdi. Bu odam nihoyat bir cho'chib uyg'ongandan keyin bu tushum Allohdan kelgan bir ilhommi yoki bir shaytonning vasvasimi? Men tushimda deyilgan shu yeziga berib shu odamni izlaymi yoki izlamaymi deb o'ylangandan keyin oxiri izlab beqishni niyat qilib asr namoziga shu mahaldagi masjidga beribdi. Masjidda jamoatlar namozni o'qib chiqib bo'lgandan keyin bu odam imom bilan kurashib bu odamni tepish uchun eng oxirida qatdi. Bu odam uyiga ko'rib paranglashib bu ahvolni deb imom bilan imomning uyiga beribdi. Uzoq o'tmay shamga azan chiqibdi, ya'ni iftorning vaqti kiribdi. Bu odamning oldiga faqat suv bilan 2 talla xurma chiqibdi. Qarg'adak bo'lsa bu odamning uyi nihoyat oddiy, bu odamning kiyinishimi shundoq oddiy, ballarimi shundoq oddiy. Bu imom debdi, agar uyimda mushundan boshqa narsa bo'lgan bo'lsa, cho'qim sizning oldingga chiqibdim. Uyimda boshqa narsa yo'q, kechirsang deb xurma bilan suv chiqibdi. Bu saxovatchi odam iftor bo'lgandan keyin bu odamga tushida ko'rgan ahvollarni aytib, "Meni sizga Alloh avatdi." Bu imom voqelikni anglagandan keyin nihoyat xursand bo'lib, cheksiz Allohga shukr qilib yig'lab ketibdi. Bu boy debdiki, "Qanchalik xohlaysiz, sizga qanchalik pul kerak? Millionmi, 2 millionmi, qanchalik desangiz beray. Siz Alloh menga ilhom qilgan odam" deb nihoyat ko'p pul tanlabdi. Bu odam debdiki, "Meni mol dunyoyingizdan meni fitnaga solmang" deb bu odam pulni rad qildi. Shundoq uzun jangga jidallashishdan keyin bu odam faqat 1000 riyalni qabul qildi. Bu bir amaliy bo'lgan voqelik. Demak, bu odamningki Allohga yaragan tarafi bu odamning qalbining pokizligi, qalbining zohidligi, qalbining to'qliqi bo'lishi mumkin. Zohidlik mana shuningdek odamni aziz qiladi. Kishilarning qishig'i berib yoldirib emas, kishilar o'zi yoldirib bergizadi. Mut zahar bo'lsinmi yo'q deb bir kishilik jiniga 2 kishilik elib oladigan, ehtiyojidan sirt yaxshiliklarni qaytarmay oladigan nurg'unlagan kishilar mavjud. Haqiqiy zohidlik noz-u ne'mat va yaxshiliklarni ehtiyoj doirasida qo'llanish va Alloh yo'l qo'ygan doirada qo'llanishni ko'rsatadi. Zohidlikning bir qancha martabasi bor. Birinchi martabasi haromni tashlash. Bu har qanday musulmonda bo'lishga tegishli zohidlik. Shuning uchun bu umum xalq zohidligi deb ataladi. Ikkinchi martabasi halol narsalardan hojatidan ortiqni tashlash. Bu alohida zohid kishilarda topiladi. Uchinchi martabasi bu zohidlikning eng yuqori martabasi. U bo'lsa-mu halol bo'lsa-mu Allohdan mashg'ul qiladigan barliq ishlarni tashlashni ko'rsatadi. Bu oriflarda topiladigan zohidlik, ya'ni Allohning haqiqiy tunuqanlarda topiladigan zohidlik. Zohidlik odamni Allohning va kishilarning muhabbatiga erishtiradi. Bir odam payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Rasululloh, meni kishilarning muhabbatiga erishtiradigan va Allohning muhabbatiga erishtiradigan bir ishga boshlab qo'ysizlar" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Dunyoga berilma. Alloh seni yaxshi ko'radi. Kishilarning qo'ldagi narsaga qiziqma. Kishilar seni yaxshi ko'radi" degan. Zohidlikni yetildirish uchun mal dunyoning hamini bir kun tugaydiganligini, Allohning qishidagi narsalarning mengu tugamaydiganligini, mal dunyoning oxiratga selishtirganda dengizga qo'limizni tiqib olgan vaqtda qo'limizda qolgan ho'lchilik emas ekanligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak.